Assalomu alaykum do'stlar, bugungi videomizda top life haqlarini o'rgataman sizlarga kerak bo'ladigan PUBG'da. Undan oldin sizlardan uzr so'rab qolgan bo'lardim. Chunki o'yinda bo'ladigan har xil ovozlar uchun sizlardan uzr, mikrofon yo'qligi uchun ovozlar yaxshi chiqmadi. Bugun top life haqlarini o'rgataman sizlarga. Qani ketdik. Bu videomizda PUBG'ning top 5 ta sirlarini ochamiz. Birinchi o'rinda ko'p odamni aytgan o'sha boshi polisi bu yo'lga o'tibdi. Pritel mashina o'tadi. Lekin bir xil aytishadi. Pritel mamna qilib to'g'ri qilsa boshqa deyadi. To'g'ri deyadi. O'yini qilsalar sevmaydi. Uning uchun nima qilish kerak? Ko'pincha mashina bir xil, hamma bir xil o'ynaydi. Erangelda 81, agar arena lobbilida 80 qilib qo'yish kerak. Agar jayni anaqa iPadga o'tgan bo'lsa, iPaddan telefonga 90 qilib o'ynashinglarni maslahat beraman. Keyin bir xil aytadi. Mana 100 qilma, 85 qil, 75 qil. Ularga ishonmanglar. Mashinaga qanaqa qilib baland turgan narsani past qilib ko'p yugurish mumkin. Yani noto'g'ri qarashim. Keyin mana. Nima qilish kerak? Tepasiga turgan notani qarang. Tez juda qiyin. Nima qilish kerak qarashim? Prekin kalasiga o'tiringlar. Keyin iloji bo'lsa kalasini belgilab olinglar-da. Hozir ko'rsataman sizlarga. Popkani to'ldirishimiz kerak. O'sha bitilib bo'yash oling. Tak, mashina to'ldiramiz. Mashina o'qurni yopmiz bolalar. Tushundingizmi bilmaylar. Bizga buni tasavvur tak, kokpit o'ylaylar. Bizga yana bitta 3x chiqib qoldi yo'limizdan, mana chiqib qoldi. Olish iloji yo'q. To'g'rimi? Joy yetmayapti. Shunda M162 to'chkali qo'yib olasizlar-da. 6x ustiga bosib 3x ustiga bossangiz bo'ldi, olindi. Yana bitta qilsangiz tushib qoladi. Bitta o'sha anaqaga bo'ladi. Joy to'lgan bo'lsa yana bitta qo'shimcha pritel olishingiz mumkin. Jayn mumkin emas. Endi keyingi sirga o'tamiz. Tak bolalar. Keyingi sirga o'tadigan bo'lsak, odamlar qanaqa adda chiqarmi? Masalan, sal noise qilib mamna qotadi. Juda ham ko'tarib ketadilar mamna qilib. Oddiy normal odamlar qotadi. Trolesi mamna qotadi, ya'ni o'yinda qiladi, mamna qilib turib. Ularga shu 3-4 o'q yetiradi menda qilib. Ko'plar hozir turist qo'chchi narsani. Oson shu bor. Uchun sesdan olisanglar hammada har xil mana. Sizlar bolalar ko'plar YouTuberlar 6x da o'ynaydi. Sababi nima? Birinchi sababi ko'p hozirga qaraganda bu addachash juda zo'r.
3x hamma mana shu 3x o'ynaydi, lekin juda ham ko'pincha tugallar ko'rsanglar, aslan boyla emas, suv bilan emas, ana boshida tili qo'yadi-yu ko'p videolar, o'shalarda faqat 6x ketadi ko'pi. 6x juda ham zo'r. Chunki 6x anaqasi mana shu narsa bilan sozlash. 6x dan 3x qilsanglar ham baribir 6x deb uradi. O'tirsam agar 6x da yotib olib deyarli addachi yo'q-da. Bola tushishim kerak bo'lsa, mana sizlarga keyin ko'pinglar bola xato qilasizlar shu yoqda. Yuklab olish va o'sha qilish bo'lsanglar, ko'plarga boshdan o'tib ketadi. Bulutga ulashish o'shani bosasizlar va mana chiqib keladi. Ekronni ham katta qilib chiqarib qo'yamasizlar uchun Richard kommunikatsion bilan chiqadi o'zi. Keyin bolalar keyingi sirga o'tamiz. Bolalar, keyingi sirimiz nima? Ko'plar endi ko'rinmasdan o'tadi. Lekin men mashdan ko'rinaman odamlarga. Ular nima qiladi degan savol. Men ham uni topganman. Lekin ishlatishni yaxshi biladigan odamga tavsiya qilaman. U narsa nima? Nasrga kiramiz va takomillashgan boshqaruvga kiramiz. Eng pastga tushamiz va nishonga olish funksiyalari o'shani yoqib qo'yamiz. Va mana buni ikkinchisiga yoqib qo'ysak yaxshiroq. Takmini mana shunaqa narsa. Qanaqa qilishni tarbiya qildi? Qarang. Deyarli ko'rinmayapti. Qara, arzon chiqdi. Arzon chiqib turgan holatda o'taman. Keyin bu narsa o'zi nimaga qo'shgan? G'ata qilib. Lekin unday emas, g'ata emas, realniyligi emas. Qirqalari bilsanglar, zal o'tib turayman bunaqa. Shular uchun spesial chiqarilgan narsa bu. Masalan, qaranglar. Rasmdan ko'rasizlar. O'qimayapti. O'qitishni ko'rsam, kim bo'ldi? Bundan men foydalanmayman. Men o'zi ko'pincha bularni oltita qo'l o'ynaydigan odam ishlatadi. Bu qo'llar ishlatsa bo'ladi. Lekin juda ham qiyin. Buni nasib qilsam uncha sekiroq qo'yaman, shunday ishlayman. Ko'pchiligi yoqsa yoqmasa qilib qo'yadi. Maslahatim. Keyin bolalar yana bitta oxirgi sizlarga eng kerakli bo'ladigan narsalarga qarang. PUBG o'tkazasizlar, to'g'rimi o'chirib. Ko'plar shunaqa qiladi, ko'p o'chirib yozuradi. Kirishlar bilan nimalar to'g'rilashingiz kerak. Birinchidan, nishonga olish rejimini ushlab turishga olib qo'yinglar, shunda yaxshiroq o'ynashga harakat qiladi. Keyin yonbosh nishon tugmasi. Yo, adashmasam bo'lmasdi mana. Adasi vaqtdan kamera aylanishi. U nima degani? Mana shunaqa pritel bosib turib, qimillab ketadi. Bu narsa hech qachon kerak emas va adaj ushlashligi xalaqit beradi. Bir xil uchun yaxshi bu. Keyin mana toylash, shuni yoqib qo'yasizlar, bu naklon va ushlab turish bu ham. Keyin eng pastini yoqish qilib qo'yinglar. U narsa u eng kerakli narsa. Mana bosib turganingizda bu bo'ladigan, u kerak. Bunda pritel ishonasizlar. Bundan qilasizlar, ekran surasizlar. Keyin bu yog'iga o'tib olib, mana qilasizlar-yu, bilmasdan mana yoqdan o'tib ketaman, mana qilib o'tib ketaman demoqchi bo'lsanglar,
bitta knopka yoqib turaveradi. Mana shunaqa anaqada bo'ladi. Mana bunaqa o'tib ketasizlar. Agar bu va sekinda qaranglar. Shundoq qo'shib ketasizlar, keyin sakrab bundoq qilib, keyin bundoq ketasizlar, qarchi bundoq qilib sakrab. Shunaqa qilish uchun nima qilish kerak? Shu yerda sakrash va turmalish. Uchtasiga bazaqda ziqchali ikkinchisi turgan bo'ladi bu yoq tarafdan. Mana shuni ajratishga yoqib qo'yasizlar. Keyin xo'sh, bu yoqda arenani o'chirib qo'yinglar. 416 ko'p o'ynaydiganlar, 416 kam o'ynaydiganlar yoqib qo'yursin. Faqat Emilio 4 o'ynaydiganlar. Keyin mana yoqib tursin bolalar. Kerakli bo'ladi. Masalan, o'chirib qo'ydim. Hech nima bo'lmadi. Agar buni yoqsam, men paydo bo'ldi. Bu juda kerak. Shuni ishlatadi va kerak bu narsa. Tak, endi keyingi yo'q qo'ydim. Qurolni degan holatda bak, bilmadim belgilashdi. Keyin bolalar mana narsani yozib qo'yinglar. Takdir ekran chiqadi. Birinchi soni chiqib qo'yinglar. Ikkinchisi agar klassik rejimda aytayotganimdek boyga 81 qilinglar. Agar arena va lobbilarda emas, agar shu turnir arena lobbilarda 83 qo'yishdan maslahat beraman. Buni esa boshqalarga ishonib mana bunaqa 85 qo'ymayman. Hech nima o'zgarmaydi. Sal sekinroq yuguradi. O'zi bu narsa nima? Qilganinglarni orasida juda ham aniq borki, mana bunaqa yugurish kerak. 0 bo'lsa maksimal tepaga qilib yugurish kerak. Bu narsa hech qanaqa sekin past qilgan narsa emas. Lekin misolga olish yordam bu narsa o'zi foyda beradi. Sal foyda beradi, lekin bu arena klassiklarda juda ham kam ishlaydi. Qasaytirib qo'yishgan. Va eng pastga tushib gerasga uchishganlari mana shunday qilib qo'yasizlar. Gerasga tushgan bo'lsa, qurmangiz qaytish. Mana quloq chiqib qoladi. Mana hammasini o'chirib qo'yasizlar vashdan. Faqat gerasga yoqib turish kerak. Shunaqa qilib shularni yoqib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Keyin endi bu ro'yxatlarimiz tugadi. Endi pik qilishni o'rgatib qo'yaman mana shu orasida. Zito shunga kerak va menga lazzatli unchalik buning uchun bolalar 5 ta qo'l o'ynashingiz kerak bo'ladi. 5 qo'l o'ynasa nima bo'ladi? 5 qo'l bittasini bu yoqda naklonga, bittasini o'tirishga, bittasini yurishga, bittasini o'tirib o'tishga. To'rtta qo'lni ham aniq pikda bo'ladimi? Bo'ladi. Uning uchun ushlab turishni tegishli qo'yasizlar. Boshlansa ham. Mana tegishli qo'yasizlar. Va mana turib bitta ushlab turmaysizlar buni. Shundoq qilasizlar. Bundan osonroq lekin qochish kerak masalan. Bizlarda sal sekinroq. Agar 5 qo'l yotib shunaqa qilsanglar. Lekin bolalar bir xil piklar botlarda ishlamaydi, faqat prolarda ishlaydi. Botlar qanaqa chiqadi? Ikki qolsin mana botlar. Masalan, mana o'rtoqlar shunaqa. Narman pik qilsa bo'lmaydi. Masalan, men mana bunaqa pik qilaman deb bir xillarga. Kodlar qanaqa o'ynaydi? Mana bunaqa qiladi. Masalan, o'xshadi, bilasiz. Masalan, mana o'rtoqlarim ko'p botlar, ular bot emas, yaxshi o'ynaydi, men bilan bir xil, lekin men bunaqa o'ynaydi. Dalli, narman o'ynasam bo'lmaydi, chiroyli o'yin qilsam bo'lmaydi.
Lekin bu masalan uni bilan o'ynasam вообще prям turrang bo'ladi, u bilan chunki bir-birimizdan bilamiz. Kattalar undan ham yaxshi o'ynaganlar bilan o'ynasam fikra yo'q qolishi mumkin. Chunki ular kris emas, mana bunaqa ochib turadi. Shunga o'q tugamaydi boru. Asab bizlar bor. Shunaqa o'ynasanglar, iltimos, kutinglarni qilsa, o'tmani qilib o'yin ko'rsatishga harakat qilinglar. Yo'q, mana bunaqa qilishinglar kerak emas. G'alati emasmi? Dalli ko'rganlar bu tushunmasmi? Hop, shu bilan bolalar videomiz o'z yakuniga yetdi. Bitta like bilan mayli, obuna bo'lmasanglar ham bitta like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Rich yeta comeback.